Assalomu alaykum, xush keldinglar. Bugungi videoda sizlarga Kanadaga viza iltimos qilishda muhim bo'lgan bir material chaqir qog'oz to'g'ri so'zlamoqchi. Assalomu alaykum, xush keldinglar. Bugungi videoda Kanadaga viza iltimos qilishda muhim bo'lgan bir material chaqir qog'oz to'g'riliq so'zlamoqchi. Әмді бұл сөздемекші болғанларым пәкәт Канаданың визасini iltimos qilishdi emas, mayli Amerikaның визасini iltimos qilishdi bo'lamdi yoki bo'lmasa Yevropadagi boshqa davlatlarningki vizasini iltimos qilishdi bo'lamdi, hammasiga mos keladigan mazmun deb qarayman. Shuningdek, tövəndəki sözdəməkçi bo'lgan barliq shu misollarning ichidan o'zingizniki amaliy ahvolga qarata o'zingiz xohlagan bir chaqir qog'ozininki turini tanlab o'zingiz shu to'g'risida izlansangiz bo'ladi. Viza iltimos qilish yo'lingizda foydasi bo'lib qolar deb bu videoni ishlayapman. O'zimniki bilganlarimni sizlar bilan o'rtoqlashmoqchi. Qani anglab beqinglar, balkim foydasi bo'lib qolar. Yangi kelgan do'stlar uchun mendan salom. Ismim Guli Maqsud, Kanadada yashayman. YouTube kanalimda Kanadaga kelishniki yo'llari tanishtiriladi. Ya'ni har xil vizalarningki turlari, Kanadaningki ko'chmanlar siyosati qatorliq mazmunlar bor. Texi abone bo'lmagan do'stlarningki abone bo'lib, yandagi kichik qo'ng'iroqni ochib qo'yishingizni umid qilaman. Rahmat. Endi bu chaqiriq to'g'risida o'zimniki bilganlarimni sizlar bilan o'rtoqlashsam, bu chaqiriq qog'ozi degan gap hamda bir taklifnoma bo'ldi, hamda sizni taklif qilgan bir material. Ham bu taklifnomangiz bo'lsa, cho'qim vizani ola olasiz degan gap emas. Hamda mushu chaqiriq qog'ozi bo'lsa, sizniki viza olish nisbatingiz yuqori bo'ladi demoqchi. Muhim materiallarning biri. Әмді бұл чақырық қағазы təklifnomanınki mındaq ikki turlikka bölüdey. Aldı bilan birisi şəxslərninki çaqırıb əkitilişi sizni, yəni özünün öyiga təklif qılamdı, yoki bo'lmasa bir ishga təklif qılamdı degandek şəxslərninki təklifnomasi, yəni birisi idora, organ, cəmiyyətlərninki, bir təşkilatlarninki sizni çaqırtışı. Şəxslərninkini sal turib təfsiliyərək sözləyili. Ma bu aldı bilan shu tashkilotlarninki, organlarninki yoki shirkatlarninki chaqirtib akirilishi, sizga chaqiriq evatilishi mushu to'g'riliq avval so'zlaylik. Endi bu amaliy misolning o'zining birini elib olsam, o'tgan yili, o'tgan yil emas, uning oldingi yili ekan, ya'ni 2018-yilda Dunyo Uyg'ur qurultayiniki bir chaqiriq chiqargan, ya'ni janvaga namoyish qilib berishda. Hamda shu mezgilda Milliy Kengash yig'ini ochilmoqchi bo'lgan, ya'ni Dünya Uyghur Qurultayı Germaniyaniki Myunxen shahrida yig'in etishdan ilgari shu to'g'ri bir e'lon chiqargan, ya'ni oilada iqtisodiy qiyinchilik sababidan kelolmay qolganlar yoki bo'lmasa shu boshqa qiyinchilikqa bog'lab biz bilan aloqalashsanglar bo'ladi degan chog'da bir shu e'lon chiqargan. Shu chog'da ashniki e'lonni shu hozir o'zimdan ko'rsatib qo'yay. Men shu chaqda shu qurultayniki bir tal chaqiriq qog'ozi bilan Germaniyaningki vizasini olib Germaniyaga berib kelgan. Hamda uning nima ketadi, tunish ketamdi, bu ketamdi, undaq emas. Shu chaqdagi chaqiriqnomaga qarasanglarmi, uningki aloqalash el-xat adresi, telefon nomerlari qatorliqlar bor shu chaqda. Sizningki qildigan ishingiz faqat shular bilan aloqalashish, ya'ni bir parcha el-xat yozish. Shuning bilan ish tamom. Sizga bir parcha chaqiriq qog'ozi etib berdi. U chaqda siz o'zingizniki cho'qim shu pasport ustidagi ismingizni ta'minlashingiz kerak. Shu bo'yicha sizga bir chaqiriq etadi. Uningda boshqa sizningki aniq uchurlaringiz yo'q. Uningda faqat ism familiyangiz bor. Lekin uningda Dunyo Uyg'ur qurultayiniki o'zininki aniq tafsiliy uchurlari bor. Shu tashkilot organninki tafsiliy uchurlari yozilgan bo'ldi. Faqat sizningki ism familiyangiz u chaqiriqnomaniki ustida. Ya'ni hurmatli palonchi, sizni manchinchi ayning manchinchi kundan manchinchi kuni o'tkaziladigan faoliyatimizga taklif qilmoqchi. Hurmat bilan Dunyo Uyg'ur qurultayi kelgan mehmonlar mudaq mehmonxonalarda yotadi degandek shunday o'rinlashtirishlar bor. Tafsiliy uchurlari bor. Shu chog'da xeyli nurg'un kishilarimiz shu vaqtdagi faoliyatdan foydalanib chaqiriq elib Germaniya tarafga, Janvaga borgan qarindoshlarimiz ko'p. Shu chog'dagi yig'in zaldagi kishilarni o'zinglar ko'rdinglar. Ashunday fursatlar bo'lsa ching tutib chaqiriq bo'lsa evelinglar. Onun ustiga 2020-yilni madaniyat festivali yili qilamiz deb, madaniyat yili kuni qilamiz deb bir yaqinda shunday e'lon chiqdi. Bu deganlik 2020-yilda yana nurg'un faoliyatlar bo'ladi. To'g'riq yaxshi diqqat qilib tursanglar, shunday chog'larda e'lon chiqargan aman aloqalashsanglar bo'ladi tamoman. Siz qurultayni qo'llagan ekansiz, qurultaymi siz uchun bir ishlarni qiladi, shunday chaqiriqlarni evatib berdi, olingizni anglaydi, dadingizni anglaydi degandek. Shu faoliyatlarga qatnashish munosabati bilan viza iltimos qilsangiz bo'ladi. Yana bir misol qilsam, Kanadada o'tgan yili bir yillik nima faoliyat bo'ldi. İyanı toplash san'at kechiligi faoliyati bo'ldi.
Shu mezgildimi Kanada Sharq Turkiston jamiyati o'rinlashtirgan shu faoliyat mening anglashimcha shu chog'dami shu Kanada Sharq Turkiston jamiyati o'rinlashtirgan shu jamiyatning nomidan chaqiriq qilib bizniki mundaq faoliyatga qatnashsang bo'ladi deb chaqiriq qilayotgandan keyin Turkiyadan kelgan qarindoshlarimiz bor. Demakchi bo'g'ini ham shu organlar, shirkatlar, jamiyatlar mushlar o'rinlashtirgan faoliyatlar bo'lsa fursatni ching tutib aloqalashsangiz bo'ladi. Jihnasimı ketmaydi, shu o'zingizniki pasportninki ustidagi ism bilan o'xshash qilib yetib bersangizlar. Kanadadagi Uyg'ur jamiyatimi boshqalarni yordam qilishda hargiz qarab turmaydi. Keladigan ish bo'lsa, shunday chaqiriqlar bo'lsa yetib berdi deb qarayman o'zimcha. Cho'qim Aminan demakchi bo'lganim shunday faoliyatlar bo'lsa, tor dunyosidagi shunday faoliyatlarga chiqqan e'lonlarga yaqindan diqqat qilib turing. Hech qanday tanishingiz bo'lmasa, bizningki Uyg'urlarningki jamiyatlari bor. Har qaysi davlatlarda Uyg'urlarningki shunday tashkilotlari bor. Tashkilotlardan yordam so'rasangiz bo'ldi, faqat tanishingiz bo'lmasa. Hozircha bu tashkilotlarningki, organlarningki chaqiriqnomasini mushunchalik so'zlab turay. Bundan boshqa shirkatlarning bor, shirkatlarning o'tkazgan faoliyatlari yoki bo'lmasa savdo yarmankilari degandagidek shundaqlar bilan faoliyatlar bilan aloqalashsangiz, amaliy ahvolingizni qarata shundaq savdo yarmankilariga qatnashish salohiyatiniz bo'lsa, sizning shundaq bir shirkatlaringiz bo'lsa degandek sizga va shirkatingizga chaqiriq yetib bersa, shu chaqiriqmi sizningki viza olishda muhim bir rol o'ynaydigan bir materialniki biri. Endi shaxslar to'g'riliq gapirishib boqnimi? Endi shaxslarniki chaqiriq yevatilishiga kelsak, siz qaysi davlatga bering, cho'qim bir tanishingiz bo'lsa, albatta yaxshi sizningki foydali bu sizningki shu viza iltimos qilish ishlaringizga. Bo'lsa tanishlaringiz bo'lsa yaxshi, tuqqanlaringiz bo'lsa texi yaxshi. Tuqqanlaringizga deysangiz bo'ladi, menga bir chaqiriq yetib ber deysangiz, u chaqda har ikki tarafniki aniq uchurlari bo'ladi. Masalan, sizningki ism familiyangiz, turishlik joyingiz, adresingiz, telefon nomeringiz degandek nimasi anankin sizni chaqirtmoqchi bo'lgan oilanikimi aniq turishlik adresi, ularningki aloqalash telefon nomeri degandek shu bir parcha xatniki ustida bir parcha xatning ustida sizning hamda shu chaqirtmoqchi bo'lgan oilaninki shu to'liq uchurlari bo'ladi. Shu bir parcha uzun bir parcha xat. Sizlarga men shu boshqalarga Kanadaniki vizani olishda qanday yordam qila oldim deydigan bir video ishlagandim bir chog'da, bir shikoyatning oldida. Shu videomda so'zlaganimdek o'zimninki chaqiriq qog'oziniki mazmunini qanday yozganimni bir ko'rsatib bergandim. Shu bo'yicha bo'lsa bo'ladi. Har ikki tarafniki tafsiliy uchurlari, ya'ni tuqqaningiz bo'lsa, ama endi uyga bu yerda tunmaydigan odam bir kimni uyga chaqirtib keladigan ish yo'q. Siz undaq haqni tunmaydigan odamni yozib qo'ysangiz, u yolg'onchilik qilmaydi bu davlatda. Hamma ishni rost yozishingiz kerak, yolg'on aytishga bo'lmaydi. Tuqqani bo'lsangiz tuqqani, do'sti bo'lsangiz do'sti deyishingiz kerak. Shundaq urug' tuqqanlar, yaqin do'stlar o'zlariga chaqiriqnoma yozsa bo'ladi. Ya'ni madam mening uyim keladi, bir hafta yoki bir oy sayohat qilib ketadi. Sayohat mezgilida Kanadaniki mundaq sayohat o'rinlariga berib kelmoqchi. Buning kelish jarayonidagi chiqimiga turadigan joyga biz ega deb mundaq mazmunda yozib bersa bo'ladi. Agar undaq urug' tuqqaningiz bo'lmasa yoki bo'lmasa bak yaqin do'stingiz bo'lmasa, men mundaq bir necha xil ahvollar bor. Shularning ichidan o'zingizga mos keladigan qila olmayman, mundaq alolig'idekman degan mazmunda o'zingiz tirishib baqsangiz bo'ladi. Masalan, Kanadadagi bir o'quvchi o'qish bitirish oldida bo'lsa, ya'ni o'qish bitirish murosimiga maktabdan isbot chiqarib berdi. Va o'quvchi bitirmoqchi, o'qish bitirish murosimiga 10gacha odam kelib qatnashsa bo'ladi deb. Shu joyda o'quvchi bolalar o'zininki oila a'zolarini, tuqqanlarini yoki yaqin do'stlarini chaqirtirdi boshqa davlatlardan. O'qish bitirish murosimi intayin bir muhim murosim, odatda oila a'zolari ham qatnashadi. Kanadada o'qiyotgan o'quvchi do'stingiz bo'lsa, hamda o'qish bitirish oz qolgan joyda shu o'qish bitirishni ilgari darhol aloqalashing. Endi u o'quvchininki salohiyati muhim emas, bu yerda mayli bu yerda karta bo'lganmi emasmi, o'quvchimi yoki ishchimi uning bilan kari yo'q. Siz Kanada zaminida dastlab turayotgan bo'lsangizlar, har qanday bir kimni chaqirtib akela olasiz degan gap. Agar shu o'quvchi o'qish bitirdan oz qolgan bo'lsa, maktabdami hatto isbot chiqarib berdi ma o'quvchi. Shu maktabdan o'quvchiga o'qish bitirdan oz qoldi deb shu o'qish bitirish murosimi bor bo'lgan joyni aniq adreslari bilan ta'minlab berdi. Manchi kuni odatda 2 kun yoki 3 kun bo'ladi o'qish bitirish murosimi. Bu yerdagi o'qish bitirish murosimlari qanday bo'ldi desa, butun maktabdagi bolalar yig'ilib, har bir o'quvchiniki birdan ismini chaqirib atab, sahnaga chiqarib, qo'liga diplomini berdi. Shunday bo'lg'achqa odatda 2-3 kun vaqt ketadi. Shu o'quvchiniki qaysi kuni shu murosim bo'lsa, shu kuniga o'dillab sizni tayyorlik qilsangiz bo'ladi.
hech nima ketmaydi. O baldan ketadigan shu, men falan maktabda o'qiyman, o'quvchilik nomerim muncha, meniki do'stim shu, men do'stimniki meniki o'qish bitirish marosimiga kelib qatnashishni umid qilaman deb sizning uchurlaringizdan tan qo'shib yozsa bo'ladi u chaqda. Birisi o'qish bitirish marosimini bahona qilib chaqiriq qog'oz eling, anandan to'y to'kin bo'lsa, u yaxshi. Ashundaq faoliyatlarga, marosimlarga qatnashaman desangiz, bu degan yaxshi bir bahona. Yani to'y qilmoqchi bo'lsa, to'yniki muqim kuniga odatda hozir taklifnomalar asosan nimada bo'lgandan keyin shu to'rda elektronik elektronliklar nimalarni evatadigan bo'lib ketdi, bir-birsiga taklifnomalarni. Ashundaq fursatni ching tutsangiz bo'ladi. Kanadada kim to'y qiladi shularni desangiz, izlasangiz bo'ladi. Ulardan hech narsa ketmaydi. Sizga bir kelib bir taklifnomaga yozib beradi shu faqat. Siz anandan keyin iltimos qilgan chog'da, siz travel o'zingizniki sayohat planini yozgan chog'da, manchinchi kun to'y bo'lmoqchi edi, shu to'yga berib qatnashmoqchi hamda mundaq yerlarni sayohat qilmoqchi deb sayohat vesiga iltimos qilsangiz tamamen bo'ladi. Hech nimdan yo'qlam o'ttirdilar, yilninki o'ttirdilar bir yigirib men sayohat qilmoqchi desangiz haq o'ylaydi albatta. Viza berdigan odam madam sayohat qilib kelam, bu yakka panohlik teliga kelamdi deb. U panohlik teliga kelish deganlarni hozircha qat'iy o'ylashmang. Siz shu sayohat vizasini iltimos qilishdan ilgari u ishlarni o'ylab olgandan keyin ishingiz chataq. Siz shu qo'lingizdagi telefonda butun shu bu yerda katta shu advokatlar bilan aloqalashib, shularning telefonlari bilan shular bilan paranglashib, undaq ishlarni qilib yurib, ondan keyin sayohat vizasi qilmansiz, siz sayohat vizasi iltimos qilish jarayonida iliq o'tirdi sizga bir vaqt berdi-ku, falan vaqtda shu 100 ran imtihon kelsang bo'ladi deb. Shu mezgilda sizga berish bermaslikdan qaror qilib bo'ldi. Sizningki telefoningizda qanday mazmunlarni ko'ryapsiz, panohlik ishlarga munosabatli mazmunlarni ko'ryapsiz yoki sayohat mazmunlarini ko'ryapsiz. Shular hammasi aniq chiqadigan bo'lsa, shunlashqa shu viza iltimos qilishdan burun siz nima vizaga iltimos qilmoqchi bo'lsangiz, shu to'g'riliq ko'proq izinib, o'zingizniki shu viza iltimos qiladigan shu telefoningizda, kompyuteringizda shu to'g'risidagi materiallarni chiqarib ko'ring demoqchi. Masalan, o'quvchi viza iltimos qilmoqchi bo'lsangiz, shu kompyuteringizda kunda deganda qancha bir 5-10 minut vaqtingizni chiqarib, har qaysi maktablarning uchurlarini izinib ko'ring, undan keyin maktablarni solishtiring degandek, kunda shu bir 15 kun shu viza iltimos qilishni 15 kun ilgari davomli shunday mazmunlarni ko'rib tursangiz, o'zingizniki viza iltimos qilish ishlariga foydali. Acabcıq so'zlab ketdim bu. Chaqiriq qog'ozi shu men boya deganligimdek ikki turgidan bilib olsak, birisi shaxslarniki chaqirtib akilishi, yana birisi shu idora organ jamiyatlarniki, har qaysi tashkilotlarniki sizni chaqirtib akilishi. Ashlarniki faoliyatiga yaqindan diqqat qilib turing. Ashundaq faoliyatda o'tib kelib qolsa, darhol fursatni ching tuting. Shaxslarniki sizni taklif qilib akilishi bo'lsa, siz shu odam bilan bo'lgan munosabatingiz qanday, shunga diqqat qiling. Agar siz bilan hech qanday munosabati yo'q odam sizga menga taklifnoma yozib bersangiz bo'lamdi desangiz, u baribir oqmaydigan ish u. Uzun bir mazgil sizlar hozirda o'sha telefon aloqa qilayotganmi yoki bo'lmasa email orqali aloqa qilayotganmi degandeklar intayin muhim. Qanday odamlar chaqirtdi, qanday odamlarni chaqirtib akilish jarayonida ikki odamniki munosabatini qanday isbotlaydi degandek masalalarmi bor. Ularni demaysizlarga shu mushundaq ahvollar bo'lsa deb o'zinglarga mos keladigan ahvollarni tanlasanglar bo'ladi. Shaxslarniki demoqchi bo'lganim shu boy deganigidek faoliyatlar bo'lib qolsa, ya'ni to'y to'kinlar bo'lib qolsa keling, o'quvchilar o'qish bitirmoqchi bo'lmasa keling, undan boshqa shu yaqin tuqqanlaringiz bo'lsa, ularga kelib shu uyda turib ketadigan qashunda xat yozib bersin, u xil ahvollarni tuting. Qani qaysi sizniki ahvolingizga mos keladi ekan yoki bo'lmasa Kanadaniki shu eng iliqi sayohat mezgili bakka nim qiladigan chog'lar, masalan 7-oyniki 1-kuni Kanadaniki davlat bayrami kuni chog'da shu Kanadaniki Ottawa poytaxti intayin qiziydi nurg'un kishilarmi shu Kanadaniki poytaxtini ko'rgili viza iltimos qiladi. Shu chog'dagi nimani iching tutsangiz bo'ladi yoki bo'lmasa maxsus bir faoliyatlarningki nurg'un faoliyatlar bor. Shundaq faoliyatlarni to'g'ridan davomli izlanib turing. Shundaq ish qilib siz o'zingizniki viza iltimos qilishiga foydali bo'lgan bir sharoitlar bo'lsa, hammasini izlanib beqing. Andan keyin shularning ichidan qaysini siz qila oladi ekansiz? Shu to'g'risida andan keyin izlanib, andan keyin boshqalarning yordam so'rasangiz bo'ladi. Amaliy ahvoliga qarata o'zingizniki chaqiriqni ilib, boshqa materiallaringizni tamoman qilib, shu boshqa materiallarning ichidagi muhim material intayin muhim material. Yana bir qatim deb qo'yay, chaqiriq bo'lsa ham cho'qim viza og'ili bo'ladi ekan deb qolmang. Lekin chaqiriq ilib
Muşu Kanadada tunuşunuz bolsa yoki bo'lmasa barmoqchi bo'lgan davlatingizda bir tunuşunuz bolsa, u sizningki viza iltimos qilishingizda intayin muhim rol o'ynaydigan bir material bo'ladi demoqchi. O'shanchalik so'zlay. İşleringlar oңushliq bo'lsin. Agar foydali deb qarasangiz, mana besib qo'yasiz. Rahmat. Kelayki videoda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.